Bugungi kunda O'zbekiston Kasaba uyushmalari federatsiyasi tizimida 30 dan ortiq sanatoriy faoliyat ko'rsatyapti. Mehnatkashlarning oila a'zolarini sog'lomlashtirish va salomatligini mustahkamlash sifatini yanada oshirish ko'lami kengaymoqda. Xususan, Navoiy viloyati Xatirchi tumanidagi Oltinsoy sanatoriyasi rekonstruksiya qilindi. Natijada muassasa yangi qiyofaga kirdi. Hozir aynan shu haqda. Navoiy viloyatining Oqtog' tog'lari bag'rida joylashgan Oltinsoy sanatoriyasi fuqarolar uchun ham ishonchli sog'lomlashtirish maskaniga aylangan. Ushbu majmua qisqa muddatda to'liq rekonstruksiya qilinib, zamonaviy arxitektura va muhandislik yechimlari asosida qayta barpo etildi. Majmuaning ochilish marosimida ishtirok etgan keng jamoatchilik vakillari ta'kidlaganidek, qulay infratuzilma va eng muhimi davolash bo'limlari bemorlarga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish imkoniyatini yaratmoqda. Bizda avval isitish tizimi mavjud bo'lmagan sabab mavsumiy ishlab kelganmiz. Hozirgi kunda sanatoriyamiz ta'mirdan chiqib doimiy yil davomida ishlashga ixtisoslashtirildi. Yangi davolash uskunalari olib kelindi. Bizning sanatoriya asosan tayanch harakat tizimi kasalliklarini davolashga mo'ljallashtirilganligi uchun hozir yangi davolash usullari qo'shildi bizga. Shundan azonoterapiya, kompyuterni bel umurtqalarini tortadigan karavotlar, tuzli g'or muolajalari, nafas yo'llari kasalliklari uchun ham qo'shimcha tariqasida bizga yangitdan qurib berildi. Oltinsoy sanatoriyasida davolanishning asosiy omillaridan biri bu metr chuqurlikdan chiqariladigan minerallarga boy suv hisoblanadi. Mazkur suv 70-75 gradus issiqlikda chiqarilib, uning tarkibida radon, selen, oltin kugurt kabi ko'plab inson salomatligi uchun foydali bo'lgan elementlar mavjud. Bu esa tayanch harakat tizimi, asab tizimi, shuningdek qon aylanishi va bo'g'in kasalliklarini davolaydi. Bugun bu yerda yaratilgan shart-sharoitlar har bir murojaat qiluvchiga sifatli davolash, mazmunli hordiq chiqarish va yangi kuch-g'ayrat bilan hayotga qaytish imkonini taqdim etmoqda. Mana shu Oltinsoy sanatoriyasiga 3-marta kelishim, lekin bu safargi kelish juda boshqacha. Juda zo'r. Turmush o'rtog'im bilan kelganman. Birga davolanyapmiz. Vrachlar, hamshiralar hammasi xushmuomalali. Shuncha o'zgarishlarni qilib bergan avvalambor yurtboshimizga katta rahmatlar aytamiz. Inson qadrini ulug'lashning bir ko'rinishi sifatidagi bunday xayrli ishlar mehnat unumdorligini oshirish, fuqarolarning salomatligini mustahkamlashi bilan ahamiyatlidir.